Tayyor bo'lsang boshlaymiz. Kamera motor, nachli. Assalomu alaykum, assalomu alaykum, assalomu alaykum. Sanjik Dilovoy, любой temada gaplashamiz ko'rsatuvi. Yana efirda. Bugun bizda bo'lmish. Nima deb tanishtiraman? Ravil boy aka. Ravil bo'lmish. Ha, shunaqa. Xullas o'rtoqlar, bizda Ravil bo'lmish. Короче, oila bola chaqani chetga surib qo'yib, faqat o'ynashlarga pul soqqani sarflab, kayf qilib, oxirida bich bo'lib, bo'lmish bo'lib ko'chada qolib ketgan bo'lmish. Sen bu odamni taniysanmi? Yo'q, Nimaga tuhmat qilib tashlayapsan? bilaman-ku, shunaqa bo'lgan. Eshit o'zidan. Ha, o'zim gapira bera qolay. O'zingizdan har xil eshiting. narsalarni gapirib tashlayapsizlar bo'lmasa. Mani yo'limda, ukajonim, mani. Ko'pchilik bankrot bo'lib, Mana qarang, anaqa oldin salomlashib olmadingiz-da hamma bilan. Ha, salomlashib Sen eslatib olmaysanmi? Shart emas, farosati yo'q. Gaplashavering. Bosing gazim. Qisqasi, mani yo'limda mana shunaqa bo'lmish bo'lib qolishgan. Kimdir qalban bo'lmish bo'lgan, kimdir menga o'xshab mana shunaqa ahvolga tushib qoladi. Buni nimasi yomon? Odamning ustiga qarab baho berish kerak emas. Shu, o'zing ham shu kunga tushib qolmagin tag'ini. Voy gryazey, mani qarang, qarg'ashini. Og'ayningmi deyman? Yo'q. Ne tarafini olsan? Burning tiqma, o'tga.